500 ga yaqin o'quvchilar bilan ishlaganman. Minglagan odamlar faol foydalanib kelmoqda. Ochig'ini aytish kerak, sifatli ta'lim berish oson ish emas. Qo'qonda dasturlash bo'yicha o'quv markazlari ko'p. Endi ular safida biz ham bormiz. Ismim Husniddin. Dasturlash bo'yicha 4 yillik tajribaga egaman. Hozirgacha Premier Electronics, United Group va boshqa ko'plab startaplarda ishlaganman. Bugungi kunda Geeksoft kompaniyasida zavodlarni avtomatlashtiruvchi jamoada ishlab kelaman. Bundan tashqari o'qitish bo'yicha ham tajribaga egaman. Bugungacha Qo'qondagi eng yirik IT o'quv markazlarida 500 ga yaqin o'quvchilar bilan ishlaganman. Men Mavlon Yusuf, IT sohasida 5 yildan buyon ishlab kelmoqdaman. Ish faoliyatimni Toshkentda boshlab, O'zbekistondagi yirik kompaniyalarda, jumladan Well, UIC, OSG, Mars IT School'da ham o'qituvchi sifatida hamda dasturchi sifatida o'z tajribamni orttirganman. Qo'qonga qaytganimdan so'ng eng yirik o'quv markazlaridan birida yuzlab o'quvchilarga dars berib, Geeksoft kompaniyasidagi jamoamiz bilan bir nechta zavodlarni avtomatlashtirib berdik. Ayni damda O'zbekistondagi eng yirik savdo tarmoqlaridan birida, ya'ni Ishonch kompaniyasida dasturchi sifatida ishlab kelmoqdaman. Shu vaqtgacha 20 ga yaqin real loyihalarda qatnashganman. Shuningdek, biz asos solgan Mockspace, Chigirma-Go va Eslayay startaplaridan minglagan odamlar faol foydalanib kelmoqda. Ismim Bahodir. IT sohasida 5-yil ish faoliyatimni davom ettirib kelmoqdaman. Shu paytgacha Pokiza, Nasiya Savdo, Ilmakon, Xonsaroy va Royal South kompaniyalarida real loyihalar va katta jamoa bilan katta tajriba to'planadigan ishlarda o'z tajribamni yig'ib kelmoqdaman. Hozirda respublikadagi eng yirik savdo tarmoqlaridan biri bo'lgan Ishonch kompaniyasida dasturchi sifatida o'z faoliyatimni davom ettirib kelmoqdaman. Shuningdek, freelancer sifatida ko'plab bizneslar uchun tizimlar qurganman. Melissa Store, Glam Savdo va Turfa brendi uchun savdo obitlar shular jumlasidandir. IT sohasidagi o'qituvchilik faoliyatim ham Qo'qondagi eng yirik va mashhur o'quv markazlarida bo'lgan. 500 dan ortiq o'quvchilar bilan ishlaganman. Boshqa o'quv markazlaridan farqimiz nimada? Biz boshqalar kabi oliy darajadagi sifat va qisqa muddatdagi yuqori daromad kabi va'dalarni bermaymiz. Biz va'da qilayotgan narsa bu uzoq muddatli, barqaror davom etuvchi fundamental bilim asoslaridir. O'quv markazimiz nafaqat bilim berish maskani, balki o'quvchiga o'z vaqtini mazmunli va manfaatli o'tkazuvchi, do'stlar orttiruvchi, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlovchi joy hamdir. Biz nima o'rgatamiz? Kompyuter hamda sun'iy intellekt savodxonligi, mobil ilovalar hamda o'yinlar yaratish, mantiq asoslari, algoritmlar, tizim dizayni hamda ishga kirish jarayonidagi suhbatlarga tayyorgarlik darslari. Bizlarda kimlar dars o'tadi? Husniddin, Mavlon Yusuf va men. Har birimizda eng kamida 4 yillik ish va o'qitish tajribasi mavjud. Sohadagi texnologik bilimlar va ko'nikmalar bizning tajribalarimizning asosidir. Bu shuni anglatadiki, biz siz kutgandan yaxshiroq sifatdagi ta'limni bera olamiz. Ochig'ini aytish kerak, sifatli ta'lim berish oson ish emas. Biz ham xatolardan xolimiz deya olmaymiz. Lekin biz yaxshiroq ta'lim uchun harakat qilyapmiz. Har kuni yaxshiroq bo'lishga intilyapmiz. Ta'lim bu ilm yo'lidagi biznes. Lekin biz bu barcha uchun manfaatli bo'lishini istaymiz. Bizning asosiy istagimiz sifatli ta'lim berish. Qisqa qilib aytganda, jamiyatdan olganimizdan ko'ra ko'proq manfaat bermoqchimiz.